Ayni kunlarda Samarqand viloyatida o'tayotgan media haftalik qizg'in davom etmoqda. Dastur doirasida ishtirokchilar uchun dolzarb mavzularda uchrashuvlar, ochiq muloqotlar hamda tajriba almashuv sessiyalari tashkil etildi. Asosiy e'tibor esa bugungi kunning muhim yo'nalishlaridan biri hujjatli film tayyorlash, fact-checking va dezinformatsiyaga qarshi kurashish masalalariga qaratildi. Media haftalikning 4-kuni o'z atrofida yanada ko'proq auditoriyani yig'oldi. Chunki bugun faqatgina axborot xizmati xodimlarigina emas, balki ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan blogerlar, mobilograflar hamda SMMchilar ham bir manzilda jam bo'lgan. Media haftalik doirasida SMM AI savodxon kursi o'quvchilari uchun mobilografiya va content makerlik yo'nalishida maxsus mahorat darslari tashkil etildi. Ishtirokchilar zamonaviy kontent yaratish hamda kreativ yondashuv sirlarini o'rganishdi. Content markaz tomonidan tashkillashtirilayotgan media haftalikda ishtirok etib, o'z bilimlarimiz bilan ulashishimizdan maqsad ham bitta yangilanib olish. Ya'ni ko'pchilikda seminar ishtirokchilarida o'sha narsani bilishadi, lekin yo'lini bilishmaydi. Aynan mana shu yo'l yo'rig'ini ko'rsatib yuboryapmiz. Ularga menimcha foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Mashg'ulotlarda hujjatli filmlar uchun mavzu tanlash, muallif mas'uliyati va xolis yondashuv masalalari muhokama qilindi. Juda yaxshi bo'ldi. Ko'nikmalar bo'ldi, tajriba bo'ldi, bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Jurnalistlarni faqat matn bilan ishlash emas, ularni zamonaviy, aynan hozirgi SMM bilan zamonaviy kasblar bilan bog'lab, yanada faoliyatimizni jadallashtirishni o'rgandik va juda ham ko'plab yangi bilimlar oldik. Shuningdek, tanqid, shov-shuv va yolg'on xabarlarga tezkor hamda oqilona javob berish, bayonot va raddiya berish tartibi, kamera va jamoatchilik oldida chiqish qoidalari haqida tushunchalar berildi. Zamonaviy jurnalistikada sun'iy intellekt imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanishga bugungi dars jarayonlarida ko'proq urg'u qaratilyapti. Media haftalikning 4-kunda biz alohida e'tibor beryapmiz jurnalistlarni va axborot xizmati vakillarini, misol uchun dezinformatsiyalar sharoitida qanday samarali ishlashlari kerak. Axborot retsipiyenti sifatida va kontent yaratuvchi sifatida. Hududiy jurnalistikamiz ko'proq kontent yaratish masalasida sal qiynalyapti deb o'ylayman. 6 haftalik SMM AI savodxon dasturini bitirgan 15 nafar yoshga sertifikat va maxsus imtiyozlarga ega bo'lgan bank kartalari tantanali ravishda topshirildi. Media haftalik Samarqandda davom etadi. Nozima Karimova, Samarqanddan.